Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ilmiga amal qiladigan olimga 4 ta asos va omil lozim bo'ladi. Bular ilm, ilmga amal qilish, aql va hikmat. U kishi ilmni faqat da'vo qiluvchi emas, balki bu ilmga haqiqiy amal qiluvchi sodiq olimlardan edi. Olimlar juda ko'p, lekin aksarining ilmi qalbiga emas, xotirasiga joylashgan. Ammo shunday olimlar borki, ularning ilmi qalbiga joylashgan. Ana o'shalar Alloh taoloning xos bandalaridir. Qur'oni Karimda iymonga buyuriladi. Iymondan keyingi o'rinda ishonganlaringizni eng go'zal holda yashang, hayotingizda tatbiq qiling deyiladi. Muhammad Sodiq hazratlari faqatgina so'z bilan emas, holi bilan, amali bilan, hayot yo'li bilan hammaga ta'sir ko'rsatgan bir inson edi. Odamlarni o'ziga rom qilib olardilar. Go'zal xulqlari, odoblari sabab odamlar birinchi uchrashuvdayoq u kishini yoqtirib qolib, keyin yana ko'rishishni xohlashardi. Kim bilan bo'lmasin, qanday masala bo'lmasin, Hazrat barcha muammolarni shirin so'z bilan, yaxshi muomala bilan, yaxshilik bilan hal qilardi. Hazrat iymoniga, e'tiqodiga ko'ra yashaydigan inson edilar. Aslo soxta emasdilar, juda tabiiy edilar. Munosabatlari juda samimiy edi. Shuning uchun kichikmi, kattami, mansabdormi yoki boymi, kambag'almi insonda ajratmas edilar. U kishi ana shu go'zal xulq tufayli insonlar qalbidan chuqur o'rin olganlar. Zero Alloh huzurida maqbul bo'lgan bandalar insonlar orasida go'zal xulq bilan hayot kechiradilar. Fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining eng muhim xizmatlaridan biri aynan dunyoda tinchlik o'rnatish, barcha dinlar, barcha xalqlar o'rtasida tinch totuvlikni barqaror qilish yo'lidagi xizmatlari desam adashmasam kerak. U kishi Mavron Nahrda, Pokistonda, Afg'onistonda, butun sobiq ittifoq hududida, xususan Chechenistonda, Dog'istonda juda katta, juda keng miqyosda tinchlikparvarlik, insonparvarlik faoliyatini olib bordilar. Bu xizmatlar juda katta samaralar berdi. U kishi chinakam tinchlik elchisiga aylanib qoldilar. Shayx hazratlari mamlakatda bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, diniy adabiyotga bo'lgan ehtiyojni qondirdilar. Bu faqat bizning mamlakatda, bizning davlatda emas, atrofdagilar ham bundan foydalanyapti. O'zlarini mana tillariga tarjima qilyapti, rus tiliga, boshqa tiliga. Hatto ular ham bundan manfaatdor bo'lyapti. Bu zot ushbu diyorda dinni jonlantirish uchun butun umrini fido qildi. Hozirgi kunda biz ko'rib turgan bunday yaxshi muhitni o'tgan davrdagi muhitga solishtirib ko'ring. Mana shu ulkan o'zgarishlarga eng katta sababchilardan biri shayx hazratlari hisoblanadilar. Shunday fazilatli bir hayot yashaginki, vafot etganingda insonlar quyosh botdi, bir yulduz so'ndi deb senga rahmat yog'dirib yod etsinlar. Muhammad Sodiq hazratlarini ham ortlaridan quyosh botdi, yulduz so'ndi deb mehr bilan, muhabbat bilan yod etishyapti. Sevgili, muhabbetle yad ediyorlar. Bu ummat halok bo'lgani yo'q. Tarix sahnasidan yo'qolgani yo'q. Islom ummati Buxoriylar, Dorimiylar, Moturudiylar kabi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflar kabi ulamolarni hali dunyoga ko'p keltirajak. Sizlar viqorda, vazminlikda, ilm ma'rifatda, ilm tarqatishda, dinni hikmat bilan yetkazishda Shayx hazratlarining yo'lini mahkam ushlanglar. Shayx hazratlarining barcha shogirdlari yonma-yon bir safda turishlari, bir kalima ostida birlashishlari lozim. Ular bir-biridan ajralmasligi, bir-biriga e'tiborsiz bo'lmasligi kerak. Hamma ishini bir manhajda, hamjihat bo'lib qilishi, bir-birini eshitishi, bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Shundagina Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining g'oyasi, ko'zlagan maqsadi shogirdlari yordamida butun yer yuzi bo'ylab mag'ribdan mashriqqacha tarqaladi. Fazilatli murabbiy
muxlis ulamoning fazilni, qadrini, haqqini bilish u zotning barcha shogirdlariga, qarindoshlariga, yaqinlariga, barcha yurtdoshlariga vojib bo'ladi. Inshaalloh u kishi boshlagan ishlarini davom ettirish uchun, bu borada boshqalarga ibrat, o'rnak bo'lish uchun u kishining nomlarida universitetlar, ta'lim muassasalari, masjidlar kabi ilm ma'rifat maskanlari tashkil qilinishi, u kishining xotirasini abadiylashtirish uchun muntazam ravishda tadbirlar tashkil qilib turish kerak bo'ladi. Mo'min musulmon insoniyatning yuzidagi hol bo'lish kerak. Ya'ni insonning eng go'zal joyi yuzi. Eng go'zal joyini, eng chiroyli nuqtasi holi. Demak, insonning go'zali bo'lish kerak. Musulmon musulmonni birodari. Barcha musulmonlar birodardirlar. Mo'min musulmonlar orasidagi muhabbat Alloh uchun bo'lgandagina ular komil iymon halovatini topadilar. Men hozir sizlarni iymon nuri yog'ilib turgan yuzlaringiz, ko'zlaringizdan faqat yaxshilik umidvoriman. Hammalaringizdan faqat yaxshilik, ezgulik, Allohning ibodatida sobit qadamlik, doim o'ziga, oilasiga, eliga, yurtiga, vataniga, barcha jonzotga yaxshilik qiluvchi komil musulmonlar, haqiqiy muxlis bandalar bo'lishni umidvorligi bor. Albatta ko'z yosh to'kadi, qalb mahzun bo'ladi, ammo Robbimizni rozi qiladigan narsadan boshqani aytmaymiz. Amin. Ya Alloh, ya Robbal alamin. Hozirda qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini, oila a'zolari, bola chaqa, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan hammalarini sog' salomat, tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. O'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimizni hammalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog' salomat, tinch omon, butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Bu farzandlarning rizqini, ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, bobo momolari, el yurtning ko'ziga quvonch bo'ladigan ulug' farzandlardan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Musulmon olami notinchdir. Ko'pgina musulmon o'lkalarida musulmonlar bir-birlarining qonini to'kishmoqda. Musulmonlarning qonini boshqalar to'kishmoqda. Parvardigora, bolalar yetim qolmoqda, ayollar tul qolmoqda. Musulmon o'lkalari vayron bo'lib, hamma tarafdan xarobalar bosib kelmoqda. Alloh bularning oldini o'zing olgin, urushlarni to'xtatgin, urushqoqlarga insof bergin, tavfiq bergin. Kelishmovchiliklari bo'lsa tinch yo'l bilan hal qilishga o'tishlarini nasib etgin. Parvardigora, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.